Hozir mebelchilik sohasida savdo tushgan payt, bunaqa paytda tajribali mebelchilar nima qilish kerakligini yaxshi biladi. Lekin sohaga endi kirgan, ilmsiz kirgan, tajribasiz kirganlar hamda yomon niyatli bo'lgan insonlar bunaqa payt ko'pchilikka zarar berib qo'yadi, yolg'on ishlatib qo'yadi. Mana shunaqa yolg'onlarga aldanmaslik uchun men 4 ta tavsiya bermoqchiman. Birinchisi, imkon qadar davlat ro'yxatidan o'tgan mebelchilar bilan ishlashga harakat qiling. Davlat ro'yxatidan o'tganda uni firmasini Workinfoga o'xshagan saytlardan tekshirib oling. Ishlaydimi hali ham, faoliyat turi nima, shunaqa tekshirib olsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, endi firmasi bo'lmasa ham bu yomon mebelchi degani emas, yaxshi hunarmand bo'lishi mumkin. Uni tekshirish uchun ishlab chiqarish joyiga boring. Kimlar bilan ishlayapti, qanaqa ishlayapti, hamkorlari kim. Keyin ijtimoiy tarmoqda sahifalari bo'ladi. Ularning sahifasidagi postlariga yozilgan izohlarni yaxshilab o'rganib chiqing. Chunki arzon narsa olmayapsiz-da, mebel bu arzon narsa emas. Va uchinchisi, bu eng muhimi, mebelchi bo'ladimi, hunarmand bo'ladimi, farqi yo'q. Xodimlariga qanaqa munosabat qilayotganini yaxshilab o'rganing. Agar xodimlariga yomon munosabat qilayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan bunaqa mebelchilar sizga yaxshilik olib kelmaydi. Chunki xodim ham, mijoz ham mebelchi uchun pul keltiradigan shaxslar. Ularga bir xil muomalada bo'lishi kerak. Qaysi kompaniya xodimlariga yaxshi munosabatda bo'lmayotgan bo'lsa, unaqalar bilan ishlamay qo'yavering. Va to'rtinchisi, biz yaqinda Xo'z degan loyihaga asos soldik. Bu loyihada biz o'zimiz ishongan, biz o'zimiz tekshirgan, kerak bo'lsa farzandlarimizga ravo ko'radigan mebelchilarni, mebellarini reklama qilishni boshladik. O'zimiz yaxshilab o'rganyapmiz, boryapmiz, fabrikalarni ko'ryapmiz va insonlarga tavsiya qilyapmiz. O'tib olsanglar, xudo xolisa o'tdan ham yaxshi mebelchilarni, yaxshi mebellarni topa olasizlar.